Assalomu alaykum, hurmatli texnikalar olami kanali kuzatuvchilari. Bugungi video obzorimizda akalar quruq betonlarimiz ustini shlipovka qiladigan 220 volt hamda 380 volt tokka ishlaydigan variantdagi beton shlipovka apparatlarimiz, asfalt kesadigan apparatlarimiz dizelli hamda benzinli variantlardan trammovka apparatlarimizda vibraplatshatkali hamda tokli benzinli kenguru variantlarini to'liq video obzorlarini qilib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Barcha turdagi texnikalarimiz haqida to'liq ma'lumot, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz akalar. Quruq betonlarimiz ustini charxlaydigan beton shlipovka apparatlarimiz, yorilgan betonlarimiz ustini asosan shlipovka qilib foydalansalaring bo'laveradi. G'ishlar ustini shlipovka qilsalaring ham bo'laveradi. Bu apparatimiz yordamida beton, mozaika, g'ish, pol hamda mozaikalarimiz ustini bemalol shlipovka qilib foydalanaverasizlar. O'zini komplektida 3 xil nasatkalari mavjud bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Bunisi 380 volt tokka ishlaydigan varianti, motor quvvatlari 4 kilovatli variantda bo'ladi. Klassik brendidan original beton shlipovka apparatimiz. Narxi $550 dan chiqadi. O'zini pilisos variantidan. Hop, pilisos ko'rishlaring mumkin. Bu tarafdan changini tortib, bu tarafdan o'zini qopchasiga olib kelib beradi. Chang yetmaydigan variantdan. Xohlasalaring pilisosini ishlatasizlar, xohlasalaring ishlatmaysizlar. 220-380 nishlami ikkalasini ham narxi akalar $550 dan chiqadi. Xo'p, 3 xil rejimda ishlab berishga mo'ljallangan 3 xil оборотda bemalol o'zlaringga moslab ishlatsalaring bo'laveradi. Asfalt steshkalarimiz ustini kesib beradigan benzinli hamda dizelli variantdagi asfalt kesadigan, steshka kesadigan apparatlarimiz oldida xuddi shunaqa o'lchovlari mavjud bo'ladi. Oldiga tushirib qo'yadigan bo'lsalaring, qanaqa joyda kesib ketadiganlaringni ko'rib tursalaring bo'laveradi. Dizelli variantda akalar $470 dan chiqadi. Starterli variantda bo'ladi. Ko'p joyda akalar ahamiyat qilasizlar. Akkumulyatorlarini qo'shib bermaydi. Akkumulyatorlari ham o'zini komplektida mavjud bo'ladi. Yarimta kalitga zavod qilib bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Bu tarafda stashkalarimizni, betonlarimizni xo'p, chuqurligini legirovka qilib foydalansalaring bo'laveradi. Qancha burgan sarlaring xo'p, oldi ko'tarilib boraveradi, ko'rishlaring mumkin. Bu tarafga buradigan bo'lsalaring, oldi pastga tushadi, chuqurga bemalol o'zlaringga moslab foydalanaverasizlar. Benzinli variantining narxi akalar $420 dan chiqadi. Buni ham o'zini o'lchovlari mavjud bo'ladi. Bu ham starterli, kalitga zavod bo'ladigan variantidan. Xo'p, vibraplatshatkali trammovka apparatlarimizga keladigan bo'lsak, bularda asosan akalar asfaltlarimizning ustiga xo'p, poliya yotkizadigan bo'lsalaring, poliyalarni tagiga silliq qilib trammovka qilib berish kerak degan akalarimizga mana C90 modeli, C120 hamda C160 eng katta modeli mavjud bo'ladi. C90 modeli universal akalar, orqasida xuddi shunaqa g'ildiraklari mavjud bo'ladi. Oldida suv bachoylari ham mavjud bo'ladi. Bemalol suvlaringni sepib, changitmasdan ishlataverasizlar. Motorlari 176 Honda motorlari bilan jihozlashtirilgan. Narx-navolariga keladigan bo'lsak, akalar, hop, $270 dan qilib beraveramiz kanalimiz obunachilari uchun. C120 modeli Asaman brendidan hamda Sanyo brendidan akalar. Brendida farqi bor hamda tagidagi tovoqlarda farqi bo'ladi. Asamanniki ancha qalin qilib ishlab chiqarilgan, Saneyoniki yuqoriroq bo'ladi. Motori Rubin motor hamda Honda motorlari bilan jihozlashtirilgan. Xo'p, Rubin motorli variantini akalar $370 dan, Honda motorli variantini Asamannikini $420 dan qilib beryapmiz. Yanada kelishtirib beramiz akalar. Narx-navolar nimaga qimmat degan akalarimiz uchun pastga nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqadigan bo'lsalaring to'liq ma'lumot hamda arzoncha variantlarini ham tashib beriladi. Tushunchalarini berib o'tiladi. Endi menga kattasi kerak, trammovka kuchli bo'lsin degan akalarimiz uchun bulardagi 1,5 tonna vibratsiya berib trammovka qiladigan bo'lsa, 160 modeliga keladigan bo'lsak, akalar 2 tonna oshiq vibratsiyasi mavjud bo'ladi. Motorlari Honda motor 176 motorlar bilan jihozlashtirilgan. Tagidagi tovoqlarida farqi bo'ladi hamda tagida ko'rib turgan vibramotorlaring bo'ladi. O'sha vibramotorlaringda farqi bo'ladi akalar. Vibramotorlari kattasidan jihozlashtirilgan. Narxi $500 dan yanada kelishtirib qilib beramiz akalar.
Xo'p, keyingi ro'trammovka apparatlarimiz asosan bularni podushkalarda tagiga ishlatishyapti, tokli variantlarini. Benzinli variantlarini Surxondaryo, Qashqadaryo tarafga olib borib bersak, turbo qoqib foydalanishyapti akalar. Tokli variantiga keladigan bo'lsak, $300, $320 chiqadi. Bitta sakraganda 1 tonna trammovka qilishga mo'ljallangan. Bu ham 2 xil rejimda ishlab beraveradi akalar, ko'rishlaring mumkin. 2 xil rejimga qo'yib bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. 220 volt tokka ishlaydigan variantidan motor quvvatlari 3 kilovatli variantda bo'ladi. Xo'p, benzinli variantiga keladigan bo'lsak, Classic brendidan hamda EB Max brendidan yetib kelgan. Xo'p, EB Max brendiniki motorlari Rubin motorli variantda, Classic brendiniki Honda motorli variantda bo'ladi, ko'rishlaring mumkin. Bunisi bemalol qo'lda og'ritmasdan 24 ga 7 ishlatsalaring bo'laveradi. Bunisi unaqa pachimliksiz variantda bo'ladi. Qo'lda ozgina og'ritib qo'yadi. O'shaning uchun buni narxi arzonroq $320 ga $470 chiqadi. Kimga shunaqa qurilish texnikalariga oid apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar pastga nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol zakaz berishlaring mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud bo'ladi. Kanalimiz obunachilar uchun yanada kelishtirib, dastavkalari bilan qilib beraveramiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.